Koreyaga til bilmasdan ketyapsiz. Qanaqa qilib yashab ketish haqida hech o'ylab ko'rdingizmi? Hozirgi kunda ayniqsa til kursi dasturi va magistratura E-viza ommalashgan bir paytda Koreyaga juda ham ko'p tilni bilmaydigan talabalar yo'l olishyapti. Umuman olganda Janubiy Koreyada umuman tilni bilmasdan turib ishlab yurganlar bor, lekin ma'lum bir muddat shakllangan tajriba ortidan. Va Koreyada asosan nima ishlar bo'lishligi haqida tushunchaga ega bo'lib olishingiz ham kerak bo'ladi. Ya'ni Koreyada asosan o'sha tekbe yoki qurilish ishlari yoki bo'lmasa o'sha oshxona yoki servis ishlari yoki hozirgi kunda juda ham ommalashib ketgan o'sha quyosh batareya yoki va hokazo ishlarda umuman mehnat bozorida sizga qanaqa so'z kerak bo'lishligini oldindan taxmin qilgan holatda barcha asbob uskunalarni va ishda kerak bo'ladigan so'zlarni yodlab olishga harakat qiling. Boshlanishida ishlarni qayerdaligiga, qaysi shahardaligiga va qanaqa ishligiga unchalik ham e'tibor berish tavsiya qilinmaydi. Chunki Koreyaning u chekkasidan bu chekkasigacha odatda 3-4 soatlik yo'l va 30-40 dollar evaziga yetib olasiz va kunlik ish haqqingiz bo'lsa odatda 110-120 dollar atrofida bo'ladi va siz oxir-oqibat baribir foydada chiqasiz. Va Koreyaning istalgan qismida, istalgan shahrida odatda 1-2 kun yotib qolish uchun atiga 7 dollar atrofida turadigan motellarda yotib qolish imkoniyati bor. Umuman Koreyada siz ishni tanlab chiqadigan darajaga yetmaguningizcha bu kabi ishlarni o'ylanmasdan og'irmi, yengilmi, uzoqmi, yaqinmi bosish kerak. Undan tashqari Koreyada tekpe degan ish bor, ya'ni bu pochta asosan kechasida bo'ladi. Odatda o'zbek talabalari ommaviy ishlaganligi sababli u yerda til bilish darajasi unchalik muhim emas, asosan sabr va mehnat. Agar ozgina bo'lsa ham tilni biladigan bo'lsangiz, sizga Albamun degan saytni tavsiya qilamiz. Bu saytga kirib, berilgan ish e'lonlariga birma-bir telefon qilib chiqsangiz ham bo'ladi. Ko'pincha servis ishlari chet ellik talabalarni qabul qiladi. Keyingisi Koreyaga til bilmasdan bordingiz va asosiy birinchi bo'lib boshlaydigan ishingiz bu networking, ya'ni tanish bilish orttirishdan boshlansin. Ya'ni o'zingizni universitetingizdagi sizdan oldin borgan talabalar bilan iloji boricha aloqani mustahkamlashga harakat qiling. Chunki asosiy ish bo'yicha takliflar odatda ulardan keladi. Ikkinchi bo'lib barcha hududiy bo'lsin yoki butun Koreya bo'ylab Telegram kanallariga a'zo bo'lishni odat qiling. Chunki asosiy kunlik ish takliflari odatda Telegram kanallaridan qabul qilsangiz bo'ladi. Uni bilingki, Janubiy Koreyada ish topishdan-da ko'ra muhimrog'i bu ishni doimiy ushlab qolish. Va bu sizdan odatda juda ham ko'p mayda-mayda bo'lgan detallarni va ko'nikmalarni talab qiladi. Ya'ni ishga qachon kelish, qaysi paytda ketish, qachon dam olish, qanaqa ishlash, ishda muomala madaniyati, jamoaviy ishlash, ya'ni jamoa bilan ishlay olish qobiliyati, barcha mayda detallarda Janubiy Koreyaning o'yin qoidalarini sekin-sekin o'rganib borishlik bu sizni mehnat bozorida qadringizni oshirishga yordam beradi. Va asosiy nuqta, ishga chiqqaningizda iloji boricha ish beruvchi oldida o'zingizni ko'rsatishga harakat qiling. Chunki Janubiy Koreyada yangi borgan talabalar uchun odatda doimiy ish manbai ertaga ham ishga kel degan so'zdan boshlanadi. Va bu narsalar haqida uzunroq video qilishga harakat qilamiz. Agar mana shunaqa mavzularda ko'proq video qilishimizni istasangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Biz Janubiy Koreyada o'qib yashab kelgan odam sifatida tajribamizda bor bo'lgan ma'lumotlarni siz bilan ulashishdan to'xtamaymiz.